Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugun sizlar bilan detkalagan barglar to'g'risida gaplashib o'tmoqchiman. Detkali barglarimizni qanaqa holatda ajratish mumkin, qanaqa holatlarda ajratish mumkinmas degan savollarga javob berib o'tmoqchiman. Avvalo, mana barglarni ko'rib turgan bo'lsangiz, deyarli barchasini yuqori qismini mana kesib tashlaganman. Sababi bu usul bilan detkamiz tezroq katta bo'ladi. Agar mana shunaqa holatda turadigan bo'lsa, detkani katta bo'lishi qiyin bo'ladi. Lekin yuqori qismini kesib qo'yganingizdan keyin kuch detkalarni katta bo'lishiga sarflanadi. Mana ko'rib turganingizdek, detkalarimiz kattara boshlagan. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, bunda yashil barg hali yo'q detkada. Detkada yashil barg paydo bo'lgandan keyingina buni ajratsak bo'ladi. Sababi yashil bargda xlorofil pigmenti bo'ladi. Xlorofil pigmenti esa o'simliklarning fotosintezini amalga oshiradigan eng muhim pigment hisoblanadi. Xlorofil pigmentida magniy elementi ko'p. O'shaning uchun bunga magniyli ozuqalar berish kerak. Keyin yashil massani ko'paytiradigan kristallonlardan va azotli birikmalardan berish kerak, ozuqalardan. Azotli birikmalardan bergandan keyin bu barg o'sadi va yashil barglar paydo bo'la boshlanadi. Mana mini sortimiz, bu sortimizni ham ajratib bo'lmaydi. Mana 4 ta barg paydo bo'lgan. 4 ta barg paydo bo'lgandan keyin bemalol ajratish mumkin, ammo bunda ham yashil pigment yo'q. Buni ham ajratib bo'lmaydi. Ajratgan bilan befoyda detka o'sib ketolmaydi va nobud bo'lish ehtimoli katta bo'ladi. Bunda esa yashil pigment mana paydo bo'la boshlagan. Yana ozroq vaqtdan keyin buni bemalol ajratsak bo'ladi. Mana buni ham ajratish mumkin mini sortimizda, lekin yashil pigment endi ko'rinib boshlagan mana. Mana shu yashillik yaxshi ko'paygandan keyingina buni ajratib olsak bo'ladi va o'shanda detkamiz yaxshi o'sib ketadi. Mana yana mini sortimiz, buni ham endi bemalol ajratib olishimiz mumkin. Mana buni bargi nobud bo'lgan, lekin detkalari qolgan. Mana detkalari o'syapti. Buni ham ajratib olsak bo'ladi. Sababi mana endi yashil barglari paydo bo'lgan. Mana bunda ham xuddi shunday. Mana yashillik paydo bo'lgan. Mana bu oq barglari chekkada qoldi. O'rtada mana yashil barglari chiqqan. Ana endi buni ham bemalol ajratib olishimiz mumkin. Mana buni ajratib bo'lmaydi hali. Sababi yashil barglarimiz yo'q. Lekin 4 ta barg hosil bo'lgandan keyin bemalol detkani ajratib olsangiz tutib ketadi. Faqatgina yashil xlorofil pigmenti bo'lganidan so'ng. Keyin bularni ajratib
yangi tuproqqa ekib olgandan keyin iloji boricha bir oy teplичкада saqlasangiz yaxshi chiroyli bo'lib ildizlab o'sib oladi. So'ng sekinlik bilan ochiqqa o'rgatasiz. Mana bu bargimiz bandsiz sinib ketgan barg edi. Mana bandsiz bo'lsa ham ekib qo'yganman. Bu yog'idan detka bergan. Ko'rib turganingizdek, barglarni detkalardan ajratish texnikasini ham o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Mana shu xususiyatlariga amal qilgan holda ish ko'rsangiz, barcha detkangiz chiroyli bo'lib o'sib, tutib ketadi. Hurmatli obunachilarim, videomiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Hozir endi ajratilgan detkalarimni ham ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu holatda teplичкада mana dimlanib turibdi. Mana endi o'syapti. Ildizlari ham endi mana chiqib boshlagan yuqori qismiga. Mana yuqori qismidan ildizlar chiqib boshlagan. Mana pasinka ham berib boshlabdi. 27-martda bir oy bo'ladi bularga. Juda dimlanib ketgani yo'q. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana namlanib turibdi. Agar mana shu holatimiz ko'payib ketadigan bo'lsa, ochib-ochib shamollatib turishimiz kerak. Hali buni lekin ochganim yo'q, chunki namligi me'yorda. Aziz obunachilarim, mana shu holatni ham ko'rsatib o'tmoqchi edim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.